Bugun juda muhim mavzuni ochiq va tushunarli qilib tushuntirib beraman. Bepul yo'l kira bekor qilinadimi? Kimlarning imtiyozi saqlanadi? Kimlar endi pul to'lashi mumkin? Va tayyorlanayotgan transportlar islohoti oddiy odamning cho'ntagiga qanday ta'sir qiladi? Bu masala faqat avtobusga chiqadiganlar yoki metrodan foydalanadiganlarga tegishli emas. Bu nafaqaxo'rga ham, talabaga ham, nogironligi bor fuqaroga ham, ishga qatnaydigan oddiy xodimga ham, farzandini maktabga olib boradigan ota-onaga ham aloqador. Agar siz transport imtiyozlaridan foydalanayotgan bo'lsangiz yoki oilangizda bepul yurish huquqiga ega odam bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Chunki ayrim hollarda imtiyoz butunlay bekor qilinmaydi, lekin undan foydalanish tartibi o'zgaradi. Shu joyi juda muhim. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday mavzularda hujjat, tartib va amaliy holatlarni oddiy tilda tushuntirib boraman avvalo. Bepul yo'l kira bekor qilinadi degan gapni to'g'ri tushunib olishimiz kerak. Ko'pchilik bu xabarni eshitishi bilan endi pensionerlar ham avtobusda pul to'laydimi? Nogironligi bor odamlarning imtiyozi olib tashlanadimi? Talabalar uchun chegirma tugaydimi deb xavotirga tushadi. Aslida islohotning asosiy maqsadi imtiyozni birdaniga yo'q qilish emas, balki uni aniq, manzilli va nazorat qilinadigan tizimga o'tkazish bo'lishi mumkin. Oldin ko'p joylarda bepul yurish huquqi qog'oz hujjat, guvohnoma yoki oddiy ko'rsatish tartibi orqali ishlagan. Masalan, kishi avtobusga chiqadi, haydovchiga yoki konduktorga guvohnomasini ko'rsatadi. Shundan keyin pul to'lamaydi. Bu usul bir qarashda qulay. Lekin davlat va transport korxonasi nuqtai nazaridan qaraganda bu yerda katta muammo bor. Aslida qancha odam bepul yurgani, qaysi toifadagi odamlar necha marta foydalangani, transport korxonasiga qancha kompensatsiya berilishi kerakligi aniq hisoblanmaydi. Masalan, bir avtobus yo'nalishida kuniga 500 nafar yo'lovchi yursa, ulardan taxmin nafari bepul yurish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Lekin buni tizim aniq qayd qilmasa, transport korxonasi bizda imtiyozli yo'lovchilar ko'p deydi. Davlat esa aniq raqam qani deb so'raydi. Natijada kimdir zarar ko'radi yoki transport korxonasi yetarli mablag' olmaydi. Yoki budjetdan ortiqcha pul ketadi yoki xizmat sifati yomonlashadi. Endi o'zgarayotgan narsa shuki, bepul yurish huquqi ko'proq elektron tizimga bog'lanishi mumkin. Ya'ni odamning imtiyozi shunchaki og'zaki yoki qog'oz ko'rsatish bilan emas, balki transport kartasi, ijtimoiy karta, elektron reyestr yoki shaxsiy ma'lumotlar bazasi orqali tasdiqlanadi. Mana shu joyda ko'pchilik bekor qilinyapti deb o'ylaydi. Aslida ayrimlar uchun imtiyoz saqlandi, lekin undan foydalanish sharti o'zgaradi. Men bu masalani eng sodda misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling. Toshkent shahrida bir nafaqaxo'r ota har kuni 2 marta avtobusga chiqadi. Ertalab poliklinikaga yoki bozorga boradi, keyin uyiga qaytadi. Agar bitta yo'l kira 2000 so'm bo'lsa, kuniga 4000 so'm, oyiga taxminan 120 ming so'm chiqadi. Nafaqasi 1 million 200 ming so'm bo'lgan odam uchun bu juda sezilarli xarajat. Shuning uchun ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun transport imtiyozi shunchaki qulaylik emas, balki real yordam hisoblanadi. Lekin ikkinchi tomondan davlat ham shunday savol beradi. Imtiyoz kimga berilyapti va undan aslida kim foydalanmoqda? Masalan, bir kishi haqiqatan nogironligi bor fuqaro bo'lishi mumkin va unga bepul yurish juda zarur. Boshqa bir holatda esa hujjat eskirgan, ma'lumot yangilanmagan yoki imtiyozdan foydalanish huquqi tugagan bo'lishi mumkin. Agar tizim buni tekshirmasa, adolatsizlik paydo bo'ladi. Kimlar xavotir olish kerak? Birinchi navbatda imtiyoz hujjatlari tartibga solinmagan odamlar. Masalan, sizda eski guvohnoma bor, lekin elektron bazada ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, ertaga transport kartasi orqali tekshiruv bo'lganda tizim sizni imtiyozli yo'lovchi sifatida tanimasligi mumkin. Bu sizning huquqingiz yo'q degani emas, lekin huquqni tasdiqlash uchun qo'shimcha harakat qilishga to'g'ri keladi. Ikkinchi toifa boshqa viloyatdan kelib shaharda yashayotganlar. Masalan, bir fuqaro Samarqand viloyatida ro'yxatda turadi, lekin Toshkentda farzandinikida yashaydi va shu yerda avtobusdan foydalanadi. Agar imtiyoz huddiy baza bilan bog'lansa, bu odamning ma'lumoti avtomatik chiqmasligi mumkin. Bunday vaziyatda u yashash joyi, vaqtincha ro'yxat, ijtimoiy himoya organidagi ma'lumot yoki transport kartasi masalasini aniqlashtirish kerak bo'ladi. Uchinchi toifa nafaqa yoki ijtimoiy yordam oladi. Lekin qaysi turdagi imtiyozga ega ekanini aniq bilmaydi. Bizda ko'p odam men pensionerman, demak hamma transportda bepul yuraman deb o'ylaydi. Lekin qonun
va mahalliy tartiblarda imtiyozlar turlicha bo'lishi mumkin. Kimdir shahar jamoat transportida bepul yuradi, kimdir faqat ma'lum transport turida, kimdir o'yiga belgilangan limit doirasida, kimdir esa chegirma bilan yuradi. Shuning uchun pensioner degan maqomning o'zi hamma joyda avtomatik bepul yo'l kira degani bo'lmasligi mumkin. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar sizning imtiyozingiz rasmiy bazada bor bo'lsa, hujjatlaringiz yangilangan bo'lsa, transport kartangiz yoki ijtimoiy kartangiz to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, odatda muammo kam bo'ladi. Masalan, nogironligi bor fuqaroning ma'lumoti tegishli davlat bazasida mavjud. Shaxsiy identifikatsiya raqami to'g'ri kiritilgan, karta ham shu ma'lumotga bog'langan bo'lsa, validatorga tekkizganda imtiyoz tan olinadi. Yana bir real holatni olaylik. Talaba har kuni universitetga qatnaydi. Kuniga 2 marta avtobus yoki metrodan foydalanadi. Agar to'liq narxda o'yiga 1000 so'm yo'l kira chiqsa, talaba uchun bu katta pul. Agar davlat yoki shahar hokimligi talabalarga chegirma berishni davom ettirsa, lekin buni faqat talabalik maqomi elektron tasdiqlanganda qo'llasa, unda talaba universitet bazasida faol talaba sifatida ko'rinishi kerak. Agar u akademik ta'tilda bo'lsa, o'qishdan chetlatilgan bo'lsa yoki ma'lumoti yangilanmagan bo'lsa, chegirma ishlamasligi mumkin. Yana bir misol, urush qatnashchisi, mehnat faxriysi yoki alohida ijtimoiy maqomga ega fuqaro avtobusga chiqadi. Oldin haydovchiga hujjatini ko'rsatib o'tib ketgan. Yangi tizimda esa haydovchi bilan tortishish emas, validator yoki elektron karta hal qiladi. Bu yaxshi tomoni, haydovchi bilan bahs kamayadi. Odam o'zini noqulay his qilmaydi. Hamma narsa avtomatik bo'ladi. Lekin yomon tomoni ham bor. Agar karta ishlamasa, bazada xato bo'lsa yoki hujjat bog'lanmagan bo'lsa, odam joyida muammoga duch keladi. Bu islohotning asosiy sababi pulni tejash emas. Balki pul qayerga ketayotganini ko'rish ham bo'lishi mumkin. Transport tizimi juda katta xarajat talab qiladi. Avtobusning yo'nilg'isi, haydovchining oyligi, ehtiyot qismlar, texnik xizmat, yo'nalishlarni saqlash, bekatlar, elektron to'lov tizimi, nazorat bularning hammasi mablag'. Agar yo'lovchilarning katta qismi bepul yursa, transport korxonasi buning evaziga kompensatsiya olishi kerak. Kompensatsiya aniq bo'lishi uchun esa bepul yurish holatlari ham aniq sanalishi kerak. Mana shu yerda eng muhim savol tug'iladi. Bepul yurish mutlaqo tugaydimi yoki pul yo'lovchiga berilib, keyin u o'zi to'laydimi? Ayrim mamlakatlarda aynan shunday model bor. Ya'ni davlat transport korxonasiga umumiy pul bermaydi. Balki imtiyozli toifadagi odamning ijtimoiy kartasiga yoki hisobiga ma'lum miqdorda transport uchun mablag' ajratadi. Odam o'sha mablag' bilan yo'l kira to'laydi. Natijada transport korxonasi har bir yo'lovchi uchun real to'lov oladi. Davlat esa kim qancha foydalanganini ko'radi. Masalan, oyiga 6 marta bepul qatnov limiti berildi deylik. Bu kuniga 2 marta 3 kun degani. Nafaqaxo'r odam poliklinika, bozor qarindoshinikiga borish uchun shu limitdan foydalanadi. Agar u oyiga 6 martadan ko'proq yursa, ortiqcha qatnov uchun o'zi to'lashi mumkin. Bu modelning ijobiy tomoni shuki, davlat yordami aniq maqsadga yo'naltiriladi. Salbiy tomoni esa shundaki, ayrim odamlar uchun limit yetmasligi mumkin. Masalan, har kuni davolanishga boradigan bemor, dializ oladigan fuqaro yoki nogironligi bor farzandini reabilitatsiyaga olib boradigan ota-ona ko'proq qatnov qiladi. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Imtiyoz turi bilan transport turi bir xil narsa emas. Sizda biror ijtimoiy maqom borligi avtobus, metro, yo'nalishi taksi, shahar atrofi poyezdi yoki boshqa transportning hammasida bir xil imtiyoz beradi degani emas. Ayrim imtiyozlar faqat shahar jamoat transportiga tegishli bo'ladi. Ayrimlari esa tijorat yo'nalishlariga tatbiq etilmasligi mumkin. Masalan, kishi shahar avtobusida bepul yurishga haqli bo'lishi mumkin. Lekin xususiy yo'nalishli taksida yoki ayrim shaharlararo transportda bu imtiyoz ishlamasligi mumkin. Shuning uchun mening guvohnomam bor degan gap har doim ham yetarli emas. Qaysi transport turi, qaysi hudud, qaysi qaror asosida imtiyoz berilgani alohida tekshiriladi. Ikkinchi nozik jihat hujjatning muddati. Nogironlik ma'lum muddatga belgilangan bo'lishi mumkin. Talabalik har o'quv yili bo'yicha yangilanadi. Ijtimoiy yordam oilaning daromadi o'zgarsa qayta ko'rib chiqiladi. Agar sizning maqomingiz muddati tugagan bo'lsa, lekin siz eski hujjat bilan yurishda davom etsangiz, yangi tizim buni qabul qilmasligi mumkin. Bu holatda men oldin doim bepul yurardim degan dalil yordam bermaydi. Chunki elektron tizim amaldagi ma'lumotni ko'radi. Uchinchi nozik jihat karta boshqa odamga berilmasligi kerak.
Agar imtiyozli transport kartasi shaxsga biriktirilgan bo'lsa, undan faqat o'sha odam foydalanishi mumkin. Masalan, nevarasi buvisining imtiyozli kartasini olib universitetga qatnasa, bu qoidabuzarlik bo'ladi. Elektron tizimda bunday holatlar aniqlanishi mumkin. Bir karta juda ko'p g'ayrioddiy vaqtlarda yoki bir-biriga yaqin bo'lmagan hududlarda ishlatilsa, tekshiruvga tushish ehtimoli bor. 4-nozik jihat. Bepul yurish bilan kompensatsiya alohida tushunchalar. Odam uchun natija bir xil ko'rinadi. U pul to'lamaydi. Lekin davlat boshqaruvi uchun farq katta. Birinchi modelda odam avtobusga bepul chiqadi. Transport korxonasi keyin davlatdan pul oladi. Ikkinchi modelda davlat odamning kartasiga mablag' yoki limit beradi. Odam esa validator orqali to'lov qiladi. Uchinchi modelda odam avval o'zi to'laydi. Keyin ma'lum toifa bo'lsa, kompensatsiya oladi. Har bir modelning qulay va qiyin taraflari bor. 5-nozik jihat qishloq va shahar o'rtasidagi farq. Katta shaharda elektron validator transport kartasi, mobil ilova, karta to'ldirish shoxobchalari ko'p bo'lishi mumkin. Lekin tuman markazi yoki chekka hududlarda odamlar bunday tizimga tez moslashmasligi mumkin. Agar islohot bir vaqtning o'zida hamma joyda joriy qilinsa, keksa yoshdagilar internetdan foydalana olmaydiganlar. Bank kartasi yo'q odamlar qiynalishi mumkin. Shuning uchun o'tish davri, tushuntirish ishlari va muqobil yo'l bo'lishi juda muhim. 6-nozik jihat nazoratchilar bilan nizolar. Elektron tizim joriy qilinganda ham amaliyotda holatlar bo'ladi. Karta o'qimaydi, validator ishlamaydi, internet yo'q. Bazada xato odamda hujjat bor, lekin tizim ko'rsatmayapti. Bunday paytda eng katta xato janjal qilish yoki avtobus ichida tortishish. Men doim aytaman, huquqingizni himoya qilish uchun asab emas, hujjat va yozma murojaat kerak. Yana bir real vaziyat, onaxon metroga tushmoqchi. Kartasini tekkizadi, tizim imtiyozni tanimaydi. Kassaga boradi, u yerda siz bazada yo'qsiz deyishadi. Onaxon esa yillar davomida imtiyozdan foydalangan. Bunday holatda sabab bir nechta bo'lishi mumkin. Pasport ma'lumoti yangilangan, familiya o'zgargan, PIN FL noto'g'ri kiritilgan, imtiyoz turi bazaga uzatilmagan, karta boshqa raqamga bog'langan yoki hujjat muddati tugagan. Demak, muammo imtiyoz bekor qilinganda emas, ma'lumotlar mos kelmaganda ham bo'lishi mumkin. 7-nozik jihat hamma uchun bepul. Yondashuv bilan muhtojlarga bepul yondashuv farq qiladi. Davlat islohot qilganda ko'pincha manzillilikni kuchaytiradi. Ya'ni yordam aynan yordamga muhtoj odamga yetib borishi kerak. Bu mantiqan to'g'ri. Katta daromadga ega shaxsiy avtomobil bor, lekin qaysidir eski maqom sabab bepul transportdan foydalanayotgan odam bilan har kuni kasalxonaga qatnaydigan kam ta'minlangan pensionerning ehtiyoji bir xil emas. Ammo manzillik adolatli ishlashi uchun mezonlar aniq, shaffof va odamlarga tushunarli bo'lishi shart. 8-nozik jihat bolalar, o'quvchilar va kuzatuvchilar masalasi. Ba'zi hollarda imtiyoz faqat shaxsning o'ziga beriladi, hamrohiga emas. Masalan, nogironligi bor bolaning o'zi imtiyozga ega bo'lishi mumkin, lekin uni olib yuradigan ota-onaga alohida tartib kerak bo'ladi. Agar bola mustaqil harakatlana olmasa, amalda ota-ona ham transportdan foydalanishga majbur. Shu sababli bunday holatlarda hamroh shaxs uchun imtiyoz bormi yoki yo'qmi, albatta aniqlash kerak. 9-nozik jihat. Tarif oshishi bilan imtiyoz o'zgarishini aralashtirmaslik kerak. Ba'zan yo'l kira narxi oshadi. Masalan, 1400 so'mdan 2000 so'mga yoki undan yugoriga chiqadi. Odamlar shu zahoti bepul yurish ham bekor bo'ldi deb o'ylaydi. Tarif oshishi umumiy narx masalasi. Imtiyoz esa alohida qaror bilan belgilanadi. Lekin tarif oshsa, imtiyozning qiymati ham oshadi. Ya'ni davlat bitta imtiyozli yo'lovchi uchun avvalgidan ko'proq kompensatsiya to'lash kerak bo'ladi. Shu sababli tarif islohoti bilan imtiyoz islohoti ko'pincha birga muhokama qilinadi. Endi eng muhim qism, oddiy fuqaro nima qilishi kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning imtiyoz maqomingizni aniqlang. Siz pensionermisiz? Nogironligi bor shaxsmisiz? Talabasizmi? Urush yoki mehnat faxriysizmisiz? Kam ta'minlangan oilaga kirasizmi? Ko'p bolali oilamisiz yoki boshqa alohida toifaga mansubmisiz? Har bir maqomning hujjati boshqa bo'ladi. Menimcha menga tegishli deb yurish xavfli. Aniq asos kerak. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, PIN MFL imtiyozni tasdiqlovchi guvohnoma, pensioner daftarchasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumot, nogironlik ma'lumotnomasi, talabalik ma'lumotnomasi, ijtimoiy himoya organidan berilgan hujjat, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, shularning hammasi kerak bo'lishi mumkin.
Hujjatlarning muddati tugamaganiga e'tibor bering. 3-qadam, transport kartangiz yoki ijtimoiy kartangiz bor yo'qligini tekshiring. Agar yangi tizim karta orqali ishlasa, oddiy guvohnoma yetmasligi mumkin. Karta qayerdan olinadi? Odatda transport kartasi xizmat ko'rsatish punktlari, metro kassalari, maxsus markazlar, bank yoki davlat xizmatlari markazlari orqali rasmiylashtiriladi. Hududingizdagi aniq tartibni mahalliy transport boshqarmasi, davlat xizmatlari markazi yoki rasmiy saytlar orqali tekshiring. 4-qadam, ma'lumotlaringiz bazada to'g'ri chiqqanini tekshiring. Juda ko'p muammo familiya, pasport seriyasi, tug'ilgan sana yoki PIN-FL xatosidan chiqadi. Masalan, pasport almashtirgansiz, lekin eski ma'lumot bazada qolgan yoki talaba universitet bazasida bor, lekin transport tizimiga ma'lumot hali uzatilmagan. Bunday holatda universitet dekanati, ijtimoiy himoya bo'limi, pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish kerak bo'ladi. 5-qadam, yozma murojaat qilishni o'rganing. Agar sizda imtiyoz bo'lsa, lekin transportda tan olinmasa, og'zaki shikoyat bilan cheklanib qolmang. Murojaatda shunday yozing: men falon toifaga mansub fuqaro sifatida jamoat transportida imtiyozdan foydalanish huquqiga egaman. Falon sanada, falon yo'nalishda yoki falon metro bekatida kartam imtiyozli to'lovni qabul qilmadi. Ma'lumotlarimni tekshirib, imtiyozimni transport kartasiga bog'lab berishingizni so'rayman. Murojaatga ID karta nusxasi, imtiyoz hujjati nusxasi, transport kartasi raqami va telefon raqamingizni qo'shing. 6-qadam, chek yoki tasdiqni saqlang. Agar siz imtiyozingiz bo'la turib pul to'lashga majbur bo'lsangiz, imkon qadar to'lov chekini, karta tranzaksiyasini yoki SMS xabarini saqlab qo'ying. Bu keyin murojaat qilganda dalil bo'ladi. Men pul to'ladim deyish boshqa. Mana falon sanada, falon vaqtda, falon karta orqali to'lov qilingan deyish boshqa. 7-qadam, qarindoshlaringizga yordam bering. Ayniqsa yoshi katta ota-onalarimiz, buylarimiz va bobolarimiz elektron tizimni tushunmasligi mumkin. Ular ko'pincha kassaga borishga, ariza yozishga, telefon orqali ma'lumot olishga qiynaladi. Oilada bir kishi ularning hujjatini tekshirsa, kartasini rasmiylashtirsa, telefonga kerakli SMS yoki ilovani so'zlab bersa, juda katta muammoning oldi olinadi. 8-qadam, mish-mish bilan qaror qabul qilmang. Telegramdagi bitta xabar, qo'shnining gapi yoki avtobusdagi bahs asosida hammasi bekor bo'libdi deb xulosa qilmang. Rasmiy qaror, transport boshqarmasi bayonoti, hokimlik axboroti, vazirlik izohi yoki davlat xizmatlari markazidagi ma'lumotga tayaning. Chunki imtiyozlar bo'yicha noto'g'ri xabar odamlarni keraksiz vahimaga soladi. 9-qadam, agar imtiyoz bekor qilinsa yoki kamaytirilsa, muqobil yordam bor yo'qligini so'rang. Ba'zan bepul yurish o'rniga pul kompensatsiyasi, oyma-oy limit, ijtimoiy karta mablag'i yoki chegirmali tarif joriy qilinishi mumkin. Fuqaro sifatida siz menga nima qoladi degan savolni berishga aqlisiz. Faqat savolni aniq bering. Mening toifam bo'yicha yangi tartibda qanday imtiyoz nazarda tutilgan? 10-qadam, jamoat transportidan doimiy foydalanadiganlar xarajatini hisoblab chiqsin. Masalan, siz ishga borib kelish uchun kuniga 2 marta transportga chiqasiz. Bitta qatnov 2000 so'm bo'lsa, kuniga 4000 so'm, 26 ish kunida 4000 so'm bo'ladi. Agar 2 transportga almasangiz, bu 200 ming so'mdan oshishi mumkin. Shuning uchun oylik abonement, chegirmali karta, transfer imtiyozi yoki limitli tarif bor yo'qligini tekshirish kerak. Ba'zan to'g'ri tarif rejasini tanlashning o'zi o'yiga sezilarli tejash beradi. Men ekspert sifatida bu islohotga shunday qarayman. Bepul yo'l kira masalasida eng muhim narsa adolat va aniqlik. Haqiqatan yordamga muhtoj odam imtiyozsiz qolmasligi kerak. Shu bilan birga transport tizimi ham zarar bilan ishlayvermasligi kerak. Agar transport korxonasi pul topmasa, avtobuslar kamayadi, oraliq vaqt uzayadi, xizmat sifati tushadi, oxir-oqibat oddiy yo'lovchi qiynaladi. Demak, to'g'ri yechim imtiyozni yo'q qilish emas, uni tartibli, shaffof va manzilli qilishdir. Lekin bu jarayonda davlat idoralari ham o'z vazifasini bajarishi kerak. Odamlarni oldindan xabardor qilish, oddiy tilda yo'riqnoma berish. Keksalar uchun alohida yordam punktlar ochish, texnik xatolarni tez tuzatish, murojaatlarga rasmiy javob berish zarur. Fuqarodan ham mas'uliyat talab qilinadi. Hujjatni yangilash, kartani rasmiylashtirish, noto'g'ri foydalanmaslik, boshqa odamning kartasini ishlatmaslik va muammo bo'lsa yozma murojaat qilish. Demak, bepul yo'l kira masalasida asosiy xavotir shundan iborat. Imtiyoz butunlay yo'qoladimi yoki faqat tartibi o'zgaradimi? Hozir eng to'g'ri yondashuv shuki,
har bir fuqaro o'z toifasini, hujjatini va transport kartasidagi holatini tekshirishi kerak. Eski tartibga ishonib yurish endi xavfli bo'lishi mumkin. Chunki elektron tizimda ma'lumot bo'lmasa, amalda imtiyoz ishlamay qoladi. Men sizga tavsiya qilaman. Bugun hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Oilangizdagi pensionerlar, nogironligi bor fuqarolar, talabalar va imtiyozga ega yaqinlaringizning ma'lumotlarini tekshiring. Muammo chiqsa, og'zaki bosga emas, yozma murojaatga o'ting. Shunda huquqingizni himoya qilish ancha oson bo'ladi. Sizningcha bepul yo'l kira saqlanishi kerakmi yoki faqat muhtojlarga manzili berilishi kerakmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'pchilikka kerak bo'ladi.